To'rttami? Bo'ldi, mana hozir yes qilamiz. Keling aka, osh kerakmi? Chekkadan kuzatib turibman, juda bir qo'lingiz yengil kapchillarni o'ynatib ochsalar ekan, rosa havas qildim. Bo'ldi, yesimsiz beraymi? Yurardim, pul yo'q-da. Mayli, qo'yavering, tekinga sizga. Xo'p. Mana uka, osh bo'lsin. Rahmat. Mana shu qazini juda yaxshi ko'raman-da, ikkita qo'yay, maylimi? Mana bedana tuxumlar joni dilimda nimagadir. Buni nima edi aka? Tok. Tok? Va yangilik bo'lar ekan-da oshqozonga. Ana shundan ham 2 dona olsam, rahmat-a. Yeb olaman, zo'r qilib. Qani uka, osh yoqdimi? Osh zo'ragan, aka, jicha odam chanqab qoldi-da, o'zini kompot bormi, aka, sizlarda? Kompot beraymi? Shu zo'r qilib ichib berardim, aka, bersiz. Xo'p, hozir. Aka, Uka, nima gap? kompot ham zo'ragani. Zimdan qarab turibman, marojnoxonalaring ham bor ekan-a. Zo'r qilib qo'yib bersa-da, zo'r yeb berardim, aka. Bo'pti, hozir. Nima ukam? Aka, Ya uka, bo'ldi-da, osh yeding, mana kompot ichding, marojna yeding. Bo'ldi-da, tekinga yeyapsan o'zi. ya men prosta shuncha qilgan ishingizga rahmat demoqchi edim, aka. Mayli, arzimaydi. Boraver. O'shanga har kuni kelib tursam bo'laveradimi? Yo'q, uka, endi vashshi oshib ketgan. Rahmat aytib ketaman. Ya kerak emas, rahmat.